Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Prezident saylovi o'tdi. O'dik, chiqib, faxr bilan ovoz berdingiz. Kimga ovoz berdingiz? Nima uchun? Endi janobi Karimov otamizga ovoz berdim. Sababi men bilasiz, taniysiz, men yulduzman, menga haliga anaqa silda emas. Shu odam tinchlik xotirjamlikda ish ko'pdi. Hamma davlat tinchlik xotirjamlik uchun birinchi saylov beradi, ovoz beradi. Bir narsa uchun emas, keyin boshqa narsa. Mana shu tinchlik xotirjamlik, avvalo Alloh, oxir Alloh, mana shu odamni anaqasi ko'p. Mehnati, harakati ko'p, tinchlik xotirjamlikda garovi. Shuning uchun shu odamga ovoz berdim. Men ki o'sha yerda urush bo'lmasin. Mana shunaqa xalqimiz. Nima uchun 24 millionni bir paytlar men ketganda qaytib kelsam 30 million masalan. Chunki tinchlik, xotirjamlik bor uchun. Endi haligi bir xil paytda xalqimiz yig'lab qoldi. Voy, unim kam, bunim kam, nimang kam, to'y kam, nimang kam, ikkinchi mashinam kam. Hamma yig'lagan. Bizni soyuz paytda 20 talarda bitta mashina ya bo'lardi-ya bo'lmasdi. Hamma baxtli edi. Hozir har bitta xonadonda bittadan mashina, pul yetmayapti. Birlan taqish kerak, pul yetmayapti. Nimaga? Qimmat ko'ylak kiyish kerak. Pul yetmayapti. Nimaga? Chanel taqish kerak, Hermes taqish kerak. Ko'chada tanisa, tanimasa, bozordan ko'p yo'l bo'lsang, Christian Dior taqadi. Biz hammamiz yoppasiga oliy hayotga harakat qilyapmiz-da, tushunyapsizmi? Shu hammasi tinchlik xotirjamlikka. Lekin qiynalib yashayotganlar ham ko'p. Endi men sizga bitta narsa aytaman. Qur'oni Karimda ham yozilganda, men hozir aniq oyati yo'q esimda, lekin men любойga men o'zim o'qiganim uchun aytyapman. Mana shu yerdan turib sizga aytyapmanki, Qur'oni Karimda ham yozilgan. Hamma asl kambag'al yuzini ko'rsatmaydi deb. Ko'cha gadaychilikka chiqmaydi, yig'lamaydi. Ular davolni o'zini hayoti bilan. Har kim o'zini hayotida nimaga erishsa, o'sha bilan davolni bo'lib yashash kerak-da. Tushunyapsizmi? Birovni qo'ldan birov nonni olib qo'yayotgan yo'q. Nedavolni bo'lib. Harakat qilish kerak. Ha, emas, bitta aytaman-da, uzoqqa bormay, o'zim jiyanim ham bordi. Moskvaga ishlagani ketyapman deb ketdi. Sen bu yerda ishlamaganingda nima qilarding dedim. Ashnaqalar ko'p-da. Uzoqqa bormay. O'sha yerda ham na bir bechora Moskvaga ham ish bermadi, o'zi ham ishlanmadi. O'shanaqa ham ko'p-da. Men uzoq begona misol keltirmadim, o'zimni jiyanimni keltiryapman. Если ты никто, ты и останешься никто. Вечно недовольный. Tushunyapsizmi? Intilganga omad yor deyapsiz. O'zbekistonda adolatsizlik juda ham kuchli deb nolishadi odamlar. Qanchalik adolat bor O'zbekistonda? Mana siz yashayapsiz. Endi bitta narsa bor-da. Biz nimani adolatsizlik deb aytamiz? Ha, to'g'ri. Bir xil paytda noto'g'ri narsalar yo'q emas bor. Lekin adolatsizlik qilib kimnidir anaqasini qilib qo'yayotgan yo'q. O'zbekistonda masalan deylik, men xudoligimni aytaman. Hammadan ko'p zapretman olganman, hammadan ko'p anaqa qilganman. Unimaga kimdir siyosat qilayotgan yo'q. Bitta odamni haligi yoqmay qolganman. Qattiq mindarada o'rtaroqda o'sha ham. Yo'qdir ham bu odam. Qilib qo'ygan problema. Endi o'shaning uchun bir adolatsizlik, taqdir nasibdir. Mana misol meni xo'jayinim ishlayapti, fabrikasi bor. Kelganimizdan beri men fabrika qildim. Kim nima deyapti bu odamni nalogini to'la ishlov. Точно как и в Amerika. To'la faqat nalogini. Lekin korrupsiya bor O'zbekistonda, bilasiz buni. Korrupsiya bor. Korrupsiya ham biznesmenlardan boshlanadi. Va korrupsiyaning bir qismi show biznes. Show biznes, monopoliya. Mana O'zbek Navo haqida gapirganda ko'pincha san'atkorlar dod deyshadi. Siz qanday ko'rasiz bu tashkilotni? Endi-chi dod deyotgan san'atkorlarni menga ko'rsatinglar, san'atkormikan ular. Rahmat shu davlatga 30 million xalqqa 15 million ashlayapti-da hisobda. Ko'p farq qilayotganda. Bular attestatsiyadan o'tkazsa 4-5 san'atkor qoladi. Endi-chi kim ashlayolmasa, reklama qilolmasa, Yulduz Usmonovani oldiga keladi-da, avval bir korobka konfet olib kirib, "Voy, opa, shunaqami bo'lsa?" "Yo'q, sen o'zing boshqa yo'lingni topgan, uka." Menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi deydi. Nimagami? Chunki Yulduz Usmonova qarshi bo'lsa, bu demak kimdir-da? Menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi. Для рекламы работает. O'zbek Navo faqat litsenziya выдает. И всё. Men O'zbek Navoning yuzini ko'rmadim shuncha yildan beri. Litsenziya demak aralashmadi umuman. Yo'q, umuman aralashgan yo'q. Men misolchilik Allohning oldida ham, ularning oldida ham haqqini yegan bo'laman agar gapirsam. Litsenziyamni pul to'laymiz, sotib olib keladi meni xo'jayinim. Men O'zbek Navodan yomonlik ko'rganim yo'q masalan dedik. Kim menga xo'jayinchilik qilgan? U bitta organizatsiya. Pulni u O'zbek Navo emas, davlatni chiqarib qo'ygan qonun qoidasi bor edi. Endi bu yerda ham kim bisbatni ashlaytadi? Litsenziyani. Endi biznikilar to'lashni berishni yomon ko'radi.
agar mana shunaqangi Amerikada bir haftadan beri yuribman, har bir necha kilometrda pul to'lasa, o'zbek o'zini yeb qo'yadi agar. Mana siz jurnalistlardan olyapsiz. Jurnalistlar agar sizga aytsa, Yulduz opa, O'zbekistonda erkinlik yo'q, oshkoralik yo'q. Men jurnalist sifatida erkin faoliyat yurita olmayman, desa ularni tushungan bo'larmidingiz? Qaysidir yo'q. Men uni u tarafiga bor. Albatta bizni misolchilik, bizni siyosat qattiq kritikani yoqtirmaydi. Bor unaqa narsa. Lekin bu degani butunli hamma yo'lda hali senga yo'l bermasa hamma yo'lda qoralamaganda, to'g'risini aytgan. O'sha bir qismini gapirsa. Bular butun umumiy qilib gapiradi. O'zbekistonga loy choplaydi. Muayyan masalalarni yoritishga. Ha, bu boshqa gap. Endi jurnalistlarning o'zi ham misolchilik, sana og'zingni baylab qo'yayotgan Yulduz Usmonovaga ham ruxsat berilayotgan-ku, gapiryapti, gapiravering. San'atni, ijodni yoritadigan jurnalistlar bormi hozir O'zbekistonning ichida? Endi men bittasini aytayman, hammasini bitta qisib qozonga otsang, bitta sayyotkon bo'lmayapti-da. Sumalay hammasi. Keyin qilib qo'ysa, haligi kuchuk dumni qisib qochgandek qochadi. Men gazeta o'qimay qo'yganimga ancha bo'lgan, savodsiz bo'lib qolganman, kitoblar o'qib turaman. Kerakli kitoblarni men dunyo anaqasiga qarashga harakat qilaman. Lekin men bitta narsa aytaman-da, mana hozir jurnalistlarni gapiryapsiz-ku. O'zini paytda menga Turkiyada o'tirganda bir Amerika ovozidan bittasi telefon qildi. Ruscha gapiruvdi. Sizmisiz, bilmayman, siz emasmisiz? De ming bor uzr, telefon qilgandi menga bittasi-da. Biz o'ylashimizcha, sizga Amerika ovozi rus xizmatidan telefon qilishgan Qirg'izistondagi voqealardan keyin chiqqan ashulangiz haqida, to'g'rimi? Юлдуз Ибрагимовна, вы знаете, почему вы не спели песню про андижан, когда у вас там был переполох? А вы спели песню про Киргизию, там, где вы не знаете, что случилось с Дюдой. Нет, вы знаете, я знаю, что случилось именно в Андижане. Уж опять-то. Да? И знаю, что в Киргизии это государство. Там есть флаг, и там есть президент, который... И там есть вообще система, которая должны разобраться, что у них творится. А не так, как собаки друг на друга грызть, и они не имеют права заниматься национализмом. А иначе это не государство. Я, например, Киргизию не принимаю как государство. Как махалла, чахана. Өзбеля хайде, шнака болып қойганда. Я ей ответила, а в Андижане что было именно? Какой-то бизнесмен недовольный, придумал какую-то историю, придумал какой-то там переполох, to'polangni qilib, hamma yo'qda davlatga qarshi borib. Bir-birini o'shnaydi. O'zimiz otamiz o'zimiznikini urdi, to'g'ri qildi. Har bitta oilada bittadan to'polangchi bola bo'ladi kamida. O'sha to'polangchi bolani bosmaganda yaqinda mana shu yerda mana bir akamiz yaqinda eshitdingiz, aytdi hozir. Andijonlik yigit. Mana shu yerdan turib maslaga aytib beri o'sha voqeani. Andijondan qochganlardan bo'lgan ekan bu yerda. O'sha odam mana o'lib ketdi, Andijonlik yigitimiz. To'g'ri qilgan ekan Islom Karimov. Agar o'shanaqa bo'lmaganda men O'zbekistonda Suriya singari bo'lishini xohlamayman. O'sha urushda qatnashib qochgan bolalardan bittasi. Shunaqa debdi. Rahmat o'sha yigitga shu gapni gapirganiga ham. Bu dunyoda o'lishdan o'lib ham ketibdi. O'lishdan oldin bir narsani tushunib ketibdi. Rahmat. Mana shu bizning prezidentimizga vaqtida o'sha yarani bosmaganda edi. Endi misol men oilada 8 ta bolam bo'lsa, men onam bolasi 8 ta. Bittasi ahmoq bo'lsa, qolganlar ham hammasini unga qo'shilib ahmoq bo'lishni xohlamayman. O'sha bolamdan voz kechaman, qolgani tuzroq katta bo'lish uchun. Shu sababdan ashlatadigan bo'lgan yo'q. Bu o'zimizning oila. Men sizga bitta narsa aytaman. Kim xohlaydi shundoq Xo'jaman O'zbekistonda prezident o'zida yomon bo'lishni xohlaydimi? Urush bo'lishni xohlaydimi? Xohlamaydi. Qolgan xalqiga bor-ku sharoit. Andijonda yuzlab begunoh insonlar o'sha kuni o'lgan, qurolli kuchlar ular. Endi o'zini haqqini, ularni siz qurbon sifatida bilmaysizmi? Yo'q, ular o'zini ahmoqligidan ketdi. Tomoshabin bo'lib chiqqan ko'pi. O'zini haqqini talab qilib chiqqanda qurbon bo'lardi. Bular kim akromiymi, makromiymi? O'shaning orqasiga ergashib chiqadi. Nima hadi desa, hammasi orqasiga ergashib borgan. O'sha yerga chiqqan va halok bo'lgan odamlarning oilalari bilan gaplashganimizda, ular aytishdiki, prezident kelayotgani uchun chiqishgan. Prezident kelib, hozir bizning dardimizni eshitar ekan degan bir umidda chiqqan edi. Ular kutishmagan edi tanklarning endi nima uchun shuncha to'polanga prezident kelib, ha nimaga yig'ildinglar deyish kerakmi? O'shanga o'zini hokimi bor. Chiqqanida shu kungacha bo'lganmidi? Nima o'zingni hokimingga aytmaysan birinchi bo'lib? Men bir xil gap aytdim, men aytmayman. To'g'ri ish bo'lgan, noto'g'ri ish bo'lgan ikki tarafdan ham. Lekin o'sha yara bosilmaganda edi, ana o'sha o'lgan andijonlik yigit aytib ketganda, men sizga aytayapman shu yerdan turib. Ani quloq bilan eshitgan odam aytdi hozir menga. Shuni
rahmat o'sha odamga. Vaqtida yarani tuzatmaganda edi. Biz Suriya bo'lishini xohlamaymiz. Nima uchun sizni bola chaqangiz siz xohlaysizmi bola chaqangizga yomon bo'lishini O'zbekistonda? Kim xohlaydi? Och qornim, tinch qulog'im. Hech kim urush xohlamaydi O'zbekistonda. Mana siz Suriya haqida gapirdingiz, Yaman notinch, Iroq notinch, musulmon dunyosida juda ko'p jamiyatlar hozir qiyin bir ahvolda. Yurtdoshlaringiz, o'zbekistonliklar bular haqida qanchalik biladi? Qanchalik muhokama qilishyapti mana hozir siz ko'tarayotgan mavzular? Ayo, biz yurtdoshlar maza qilib yashayapti. Har kuni bozor qaynayapti, bozorlar to'la. Muhokama bo'layotgan yo'q, ilom urush bo'lmasin deydi. O'shaning uchun men bir narsa aytaman-da, haliga har kim o'zini aqlli deb bilmasin-da, o'sha o'zingni oilangni siyosatini o'g'na avval, lekin globalga chiq. Masalan, men bir narsa aytgan bo'lsam, xalqqa kerakli bo'lgan narsani aytaman, agar lozim topsam. Men Andijonda kuylanish kerak bo'lgan narsa ko'rmadim, chunki o'sha xalqdan chiqqan biznesmen, to'rtta biznesmen sizlarni mashina qilib o'ynatibdi. Shunda O'zbekiston o'sha prezidentlarga sharoit berdi. Rahmat deyishiyo, boshqa deyishiyoda bitta biznesmen deyish yurishmay qolganiga orqasidan hammalang chiqdilaring. Nima bo'ldi? Kому что доказали? Yulduz Usmonova bilan suhbatimizni to'liq holda amerikaovozi.com saytida yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz davom etadi.